Trakim ustaxonada edim, men Chicagoda edim, Illinoisda. Shu joydan ishxona. Bitta otel rezerv qilib berishdi. Ovqatlanishga keldim, shunaqa bitta yaxshi restoranga. Men shu narsani ko'rib qoldim. Without our employees, we couldn't have an amazing restaurant. Ya'ni bular aytmoqchi bo'lyaptiki, bizlar ishchilarimizsiz juda yaxshi restoran bo'la olmaymiz degan mazmunni bermoqchida. Shuning uchun ishchilarni qadrlaydigan restoranlarga jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi. Mana atmosfera beautiful. O'zbekistondagi restoratorlar, agar sizlar turistlarni jalb qilmoqchi bo'lsangizlar, menyularingizni mana shunaqa rasmi bilan qilishlaringiz kerakda. Chunki biladi ular nimani yeyishmoqchi. Masalan, bu mix restoran ekan, italyanskiy taomi bor, meksikanskiy bor, amerikanskiy bor. 3-4 xil davlatda taomi mix qilingan bu yerda. Mana shu uslubda qilish kerak. Bu sho'rvani ko'rib, studentligim esimga tushib ketdi. Studentligimizdagi paxta terishga chiqqanmiz hammamiz, o'sha payt mana shunaqa sho'rvadan ichardik. Amerikada ham bor ekan mana o'sha paxtamizdagi mashhur sho'rva. Hop, bizda ikkinchisiga biroz qovurilgan go'sht bilan brokkoli. Brokkoli yaxshi ko'rmayman, lekin majbur yeyman. Bu juda foydali oshqozonimiz va jigarimiz uchun. Tavsiya qilaman brokkoli yeyishni.